Google kartadan yoki bo'lmasa iPhone'larning kartasidan yoki Yandex kartadan manzillarni, ya'ni geolokatsiya tashlashni o'rganamiz. Buni qanday qilishni men iPhone'da ko'rsataman. iPhone'ni o'zini zavodskoy kartasida xuddi shunga o'xshagan Google karta, ya'ni Android'dagi kartalarda yoki Yandex kartalarda ham xuddi shunaqa shunga o'xshash narsa bo'ladi. Buning uchun mana shu kartani o'ziga kiramiz. Birorta manzilni bermoqchisiz, masalan mana shu uy. Mana shu yerga kel demoqchisiz, shuni ustiga bitta bosib turasiz, ustiga mana shunaqa narsa chiqadi. Bu yerda mana bu yerda podelica degan joyi bor. Shu ustiga bitta bosasiz. Bu yerdan xohlasangiz silkasini kopirovat qilasiz, xohlasangiz o'zi jo'natmoqchi bo'lgan nimangizni mana shu yerdan tanlab turib jo'natib yuborasiz. O'sha silkaga bosganida xuddi mana shu turgan tochka chiqib keladi va shu joyga keladi siz aytmoqchi bo'lgan odam.